Assalamualaikum, hurmatli jurnalist vatandoshlar. Bugun 10 noyabr 2015 yili Islimining eng xushyorsiz o'tamiz. Bugungi xushyorsimizda moliyaviy ko'mak degan kreditimiz bor. Hozirgi vaqtda jumsiz fuqarolarga o'zini o'zi band etish uchun 100 millionga yashagan gurung ta'minoti tekanida kredit ajratiladi. Kredit 36 oy muddatga 6 ay imtiyozli davr bilan ajratiladi. Bu kredit ajratilganda ajratilgan odamning o'zining fizikalik shaxsning atına açılan plastik kartasına pul ötkürücü olmayan ajratılma verildi. Buған gürü təminatına keyingi 5 yılda işlep çıkarılgan avtomaşinаны gürüge koysanız болады. Және de naturak magazin, dükkan imaratlarını gürüge koysanız, және keyingi mesele de turak jaylardan gürüge koyuğa болады. Бірақ turak jayda gürüge koyulanda turak jayda пропискада ешкім жоқ деген справка талап етіледі.